Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Hammalaringizni xudo xolasa mana shu Navro'z ayyom bilan kelayotgan chiroyli bayramimiz bilan tabriklayman. Hozirgi ana shu bayram tuhfasi sifatida mana shu uyni sizga tavsiya qilaman. Nasib etsa chiroyli variant chiqdi bizga. Aeroportdan mana shu sharqdan Sherbudin yo'l yo'nalishi mana shu yo'lni ko'rsatasan o'zi tushunishadi. Mana o'ng qo'limizda уже aeroport, chap qo'limizda Sherbudin. Kelaverasiz. Adashmasam Sherbudindan Tuxumbarak pavorotgacha ham kelganim yo'q, to'g'risi. Qolgan ma'lumot, telefon raqamlarini qo'yib beraman. O'zlaringiz topib lokatsiya tashab qo'yamiz, xudo xolasa. Imoratimizning fasad qismi adashmasam ko'rinishini bitta ko'rsatsam o'zjon 35-40 metr. Endi aniq ma'lumot bera olmaymiz, sababi juda katta imorat. 6,5 sotuq maydonga ega bo'lgan mana shu chiroyli imoratimiz, fasad qismi mana shu dekorativ nima deydi buni, brechka deydimi? Juda ham chiroyli. Adashmasam o'zlarining aytishlari bo'yicha 2020-yilga chiroyli remontdan ham chiqardim. Imoratimiz g'ishtlik. Mana shu kalitga qo'yilgan-ku o'zjon. Yonimizda bog'cha, mana qo'shnilarimiz bor. 4 tagina qo'shningiz bor. Chiroyligina jimjit bir chiroyli rayonda bu, maza qilaman. Sharqna mana shu nimasi yaxshi? Ro'parasida bog'lar joylashgan, bog'. Eko bog', mana shu chiroyli bog'larimiz bor. Havosi zo'r demoqchiman. Yonginangizga mana shu 3-maktabgacha ta'lim tashkiloti, mana shu chiroyli bog'chamiz joylashgan. Mandarozaxonani bitta o'chaman, ichkari obzorimizni boshlaymiz. Imoratimiz pishgan g'ishtdan. Shundoq qilamiz ozod. Mana qaragin. Kattagina darvozaxonasi plitkalar terilgan. Juda ham maza qildim to'g'risi. Agar mana shu kechqurunga bo'lsa, mana shuni syomkasini maza qilib olaman-da. Shu holatiga ham zo'r. Haqiqiy orzu emas. Shu holatiga narxini nasib etsa video davomida aytamiz. O'ng qo'lda bizani haqiqiy mehmonxonamiz. Mana shu uchastka mehmonxonalariga maza qilaman, sababi atagan mana shu marakangizni, chiroyli marakalarni o'tkazib uyimiz bir shinam xonadon, o'qimishli, bir juda ham chiroyli, ziyoli, tartibli xonadon ekan, sababi qayerni ko'rmasam kitob, yo bo'lmasam joynamoz, kitob javoni. Mana shularga ko'zim tushyapti. Men fayzli xonadon juda ham maza qildim to'g'risi. Shuni sizlarga nasib etsa tavsiya qilaman. Mana shu imoratimizni egasi ham juda ham yaxshi odam ekan. Kelib maza qilib, savdosini qilib yashaysizlar degan umiddaman. Chap qo'lda shu proyekti menga juda ham yo'qdi. Maza qilib tomosha qilinglar buni. Mana bu yerda bizning oshxonamiz, keyingi xonamizda endi adashmasam 4 ta 5 ta xona sanadim. Oshxonamiz ham to'lig'icha aboy. Endi harakat qildim mana shu 140 ming so'ragan holatiga 120 minggacha mana tushirib qo'yyapman. Yana nimalari qoladi? To'liq jihozlari qoladi. Свои вещи endi o'zlarining jihozlarini olib chiqib ketadilar. Mana bunaqangi chiroyli devoriy kartinkalar. Mana bu yerda esa spalnyamiz joylashgan. Mana ko'rsatib o'tasan o'zjon. Keyingi xonamiz. Xonalari juda ham yorug', baland qurilgan. To'liq mebel jihozlarini qoldiramiz nasib etsa, o'zlarining jihozlarini olib ketadilar. Hamda tashqari hovlimizga darvozaxonadan chiqarishda tashqari hovlimizda kattagina veranda qismini qilishgan. Bir ko'rsatamiz endi. 100% plitka qilingan. Aytgancha mana shu podvalimiz ham mavjud. Mana shu oshxonamizning kvadrati qancha bo'lsa, shuncha podvalimiz ham bor. Mana bu yoqda esa hammom hamda tualet qismlari. Mana bu tepani nima deyishimiz mumkin? Bu tepa nima aka? Bu akoshkami? Bu nima? Bu kladoshnimi? Qanaqangi bo'ladi desam, aka podez qilib, alohida yana bitta deski komnata yaratganman dedi. Mana podez qismini ham ko'rsatsam, bu esa adashmasam hammom qismimizning eshigi. Mana bu kalitka nima deyishingiz mumkin? Mana bu to'g'rida bizani hovlimiz 6,5 sotuqga yaqin bo'lsa, adashmasam 3 sotuq, 3,5 sotuq maydonini mana shu yer maydoni hamda mana shu Xrushchevskiy deydi, eski mana shu qurilishimiz bor. Buni yiqsangiz ham bo'ladi, lekin shu holatiga yashasangiz ham bo'ladi. Sizga bitta o'zot obzorini qiladi. Endi yiqitib o'zini mahsulotini o'ziga sarf qilib mana shu yerda alohida imorat qilsangiz ham bo'ladi. Yana bitta narsani taklif kiritdilar akamiz. Shu holatiga
kelaverishsin, kelishadigan joyim bor. Mana shu joyini alohida kadastr qilib beraman. 3,5 sotiq endi yer qidirib yurishadi-ku. Mana shu kalitkani o'rniga alohida darvozaxonangiz, to'riq kamera nabludeni, zvonoklar bor, hamma sharoitni qilib qo'yishgan. Shu holatiga o'zingiz 6,5 sotiqga mana aytgan o'sha kelishtirib qo'ygan 120 ming AQSh dollarini to'lab qo'ysangiz agar, ana shu joyini alohida sotsangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam, 2-3 farzandingiz bo'lsa, mana sizga kattagina hovli, yonginangizga bog'chasi. Endi maktab adashmasam, bu tomonda ham bor, bu tomonda ham bor, Tuxumbarak tarafda ham bor. Rayon juda ham chiroyli. Aytib o'tganimdek, bog' rayon, juda ham atmosfera, juda ham Ali aytadi-ku, kislorod qidirib yuribmiz shahar markazidan deb. Mana shu yerga keling, mana kislorodni zo'ri mana shu yerda. Tavsiya qiladigan joylarim shu yer. Mana shu kupecha qilingan joydan bitta eshik qo'yishgan, ichkarida alohida endi obzorni qilib o'tasan Ozodjon, yana bitta uyimiz bor. To'liq jihozlari bilan свои olib ketiladi. 120 ming AQSh dollar, 6,5 sotiq, aeroport yo'l yo'nalishi, Sherbudindan kelaverish deb kelaverasiz. Sizga yetkazib bera olmagan qolgan ma'lumotlar uchun pastda egasini raqamini qo'yib beraman. O'zingiz aloqaga chiqib, barakasini qilib, bizani bitta duo qilib, like bosish esdan chiqmasin. Salomat bo'ling.